Nega ba'zi insonlar muzqaymoq yesa kasal bo'lmaydi, lekin boshqalar esa darrov tomog'i og'riydi? Aslida muzqaymoq insonni kasal qilmaydi. Sabab organizmning holatida. Birinchisi, immunitet farqi. Kimdadir tomoq shilliq qavatlari yaxshi himoyalangan bo'ladi. Ikkinchisi, tomoqdagi sezgirlik, ya'ni surunkali tonzilliti bor insonlarda sovuqqa tez reaksiya qiladi. Uchinchisi, allergik muammolar. Allergiyasi bor insonda haroratni o'zi qo'zg'atuvchi omil bo'la oladi. To'rtinchisi, odat va moslashuv. Tez sovuq yeb turgan inson asta-sekin moslashadi. Ya'ni oz-ozdan tez muzqaymoq yeb tursangiz, tomog'ingiz chiniqadi. Eng katta xato nima bilasizlarmi? Odamlar muzqaymoqni kasallik sababi deb o'ylashadi. Asl muammoni tekshirtirishmaydi. Agar muzqaymoqdan keyin burun oqishi, tomoqdagi og'riq qayta kuzatilayotgan bo'lsa, albatta lor shifokoriga murojaat qiling. Muzqaymoq insonni kasal qilmaydi. Aksincha, insonni zaif joyini ko'rsatadi.